Har kuni millionlab insonlar ChatGPTdan foydalanishadi va ularning atiga 1% uni to'g'ri ishlata oladi. Ular sun'iy intellektga shunchaki savollar berishmaydi, ular natija beradigan buyruqlar berishadi. Bugun men sizga 12 ta ajoyib o'zim foydalanadigan sirlarni yozib tayyorlab qo'ydim. Bu sirlar sizni tezligingizni, natijalaringizni, ijodingizni 10 barobarga oshirib beradi. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya beraman. Sababi agar siz sun'iy intellekt bilan ishlasangiz, bu videodagi ma'lumotlar sizni vaqtingizni va asablaringizni tejashga yordam beradi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying va bu videoga like bosib qo'ying. Inshaalloh kelajakda kerak bo'lib qolganda topishingiz osonroq bo'ladi. Xo'p, biz boshlaymiz. Keling avval tanishib olamiz. Ismim Rashidxon. Sizni sun'iy intellektdan foydalanishda ekspert darajasiga chiqib olishingiz uchun yordamchi bo'laman. Bu videoda sun'iy intellektni maqtab, uni ko'klarga ko'tarmoqchi emasman. Sababi haqiqatan ham bu maqtovga loyiq instrument, lekin undan agar foydalanishni bilmasangiz, bu hech vaqoga arzimaydigan shunchaki bir dasturga aylanib qoladi. Shuning uchun muhim narsa nima? Muhim narsa undan foydalanishni bilish. Nima uchun bu muhim desangiz agar, bugungi kunda bilamiz sun'iy intellekt tobora rivojlanib bormoqda va siz agar ChatGPTdan foydalanishda hali ham 2023-24-yillarda olgan bilimlaringizga asosan foydalanayotgan bo'lsangiz, siz ancha orqadasiz deya olaman. Sababi bugungi kunda GPT-5 chiqdi va bu GPT-5 dan foydalanish ancha qulay va u sizga javobni o'zini bermaydi, u fikrlaydi va insonga xos tahlil qiladi va ajoyib ijod namunalarini generatsiya qilib berishda sizga yordam beradi inshaalloh. Birinchi sir, to'g'ri fikrlash san'ati, ya'ni GPTni to'g'ri fikrlashga undash. Prompt formulasi. Siz har safar GPTga kirganingizda unga shunchaki savol bermang, unga rol bering. To'g'ri, ko'pchilik bu narsani biladi, lekin hamma ham doim to'g'ri rol bera olmaydi. Buni sizga qisqacha tushuntirib o'taman. Misol uchun siz agarda bir mahsulotingizni sotmoqchisiz yoki unga dizayn qilmoqchisiz yoki siz Instagram profilingiz bor, ana shunga kontent qilmoqchisiz. Sizga misol uchun marketolog yordami kerak bo'lar. Shunda siz GPTga qanaqangi rol berasiz? Siz misol uchun, sen tajribali marketing mutaxassisisan, qisqa va professional uslubda javob ber degan buyruqni berib turib, asosiy savolingiz nimaga bog'liq bo'lsa, o'sha mahsulotingiz to'g'risidami, ana shu savolingizni berasiz va bu model siz so'ragan rolni fikrlashni boshlaydi va javoblar darhol ancha sifatli holatga keladi. Bosqichma-bosqich fikrlash. Savol bering yoki buyruq bering. Avval o'ylab chiq, keyin yakuniy javobni yoz. Bu GPT-5 chuqur fikrlash mexanizmini faollashtiradi, natija aniqroq va mantiqliroq bo'ladi. Keyingi sir kontekstni saqlash. Ya'ni sizga tushuntirib beraman. Doim yangi loyiha boshlaganingizda GPT kirib turib fikrlaringizni yokida ana shu g'oyangizni yozarsiz va mana shuni oxirgi qatorda shu narsani yozib keting doim. Ushbu kontekstni butun suhbat davomida eslab qol. Mana shunda sizni ohangingizni, maqsadingizni va mavzuni unutib qo'ymaydi. Ko'pchiligimiz bilamiz, o'sha GPTdan foydalanayotganimizda 4-5 savollari berishga o'tganimizda, ya'ni savol berish ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin sizni GPT umuman boshqa yo'nalishga qarab olib ketib qoladi. Xuddi mana shu holat bo'lmasligi uchun mana shu kontekst kerak, mana shu prompt kerak, ya'ni bu professional foydalanuvchilarning sirlaridan biri. Albatta eslab qoling. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. GPTni jamoaga aylantirish, ya'ni jamoa sifatida undan foydalanish. Unga shunday buyruq beringki, siz 3 nafar ekspert jamoasisiz. Misol uchun, dizayner, marketolog va psixolog. Muhokama qil va yagona qarorga kel. GPT-5 ichki muloqot simulyatsiyasini qiladi va natijada bir necha nuqtai nazardan mukammal tahlil hosil bo'ladi va javobni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Keyingi sir o'z-o'zini baholash. Ya'ni doim GPT sizga qandaydir javobni chiqarib bersa, siz bundan qoniqsangiz ham yoki qoniqmasangiz ham doim mana shu promptni, mana shu savolni bering. Ya'ni bu javobni 1 dan 10 ballgacha bahola va 10 darajaga yetgungacha yaxshila. Bu metod GPTni o'zini o'zi tahlil qilishga majbur qiladi va natija sizni eng sifatli javobni olishingizga sababchi bo'ladi. Keyingi sir xotira vositasi. GPT-5 endi sizni eslab qola oladi. Masalan, bir marta shunday yozing. Eslab qol, men Rashidxonman, AI brend yaratuvchisiman. Javoblaring qisqa va ishonchli bo'lsin.
Endi u keyingi suhbatlarda ham sizni uslubingizni saqlaydi va unutib qo'ymaydi. Aynan siz uchun munosib javobni beradi. Har doim kirib unga qandaydir savol berganingizda, bu haqiqiy shaxsiy yordamchi yaratish usullaridan biri. Keyingi sirga o'tamiz. Ijod va tezlikni 10x ga oshirish sizga yordam beradi. Ya'ni sir prompt shablonlari tizimi. Ya'ni doim eng samarali promptlaringizni alohida fayllarda saqlang. Misol uchun Notion bo'lishi mumkin yoki Google Docsda. Har qanaqa yangi loyiha boshlaganingizda tayyor shablondan foydalaning. Bu sizga haftasiga o'nlab daqiqalarni tejashga yordam beradi. Keyingi sir rasm tahlili, ya'ni vizual tahlil. GPT-5 endi rasmni tahlil qila oladi. Masalan, o'zingizni portretingizni yokida bir logo yasagan bo'lsangiz, o'shani beringda, ushbu rasmni dizayn balansini tahlil qilib va yaxshilash bo'yicha maslahat ber deb yozing. Sun'iy intellekt ranglar uyg'unligini, shriftlarni va ko'rish psixologiyasini tushunadi. Bu sizni bepul art direktoringizga aylanishi mumkin. Keyingi sir ovozli promptlar. GPT-5 mobil versiyasida mikrofon orqali so'zlab savolingizni yoki promptlaringizni yozing. GPT-5 gapirgan ohangiz orqali sizni niyatingizni sezadi va mana shunga qarab turib tahlil qilib, natijani yanada tabiiy, real holatda jonli qilib chiqarib beradi sizga. Keyingi sir sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirish. Ya'ni, misol uchun siz Instagramga qo'yadigan postlaringizni avtomatlashtirib qo'ymoqchisiz. Shuni ChatGPTga shunday yozishingiz kerakki, 3 ta Instagram post g'oyasini JSON formatida yoz. Maydonlar, sarlavha, hook, caption va bu caption subtitr desa ham bo'ladi. Xuddi shu holatda yozishingiz kerak. Men JSON nimaligini videoni kommentariyasida yozib ketaman bu narsani. Keyin bu formatda misol uchun Notion bilan bog'lab qo'yishingiz mumkin va hammasi avtomatik ishlashni boshlaydi. Keyingi sirimiz sun'iy intellektdan sun'iy intellektga ko'prik. Ya'ni ChatGPTni boshqa sun'iy intellekt vositalari uchun prompt yozuvchi sifatida ishlating. Misol uchun shunday deb yozing: Midjourney uchun futuristik sun'iy intellekt portret promptini yoz degan savolni berasiz va u sizga promptni tayyorlab beradi. Shunda siz Midjourneyga qo'yib turib baholatishingiz mumkin yokida aksincha, natijada siz sun'iy intellekt zanjirini xos qilgan bo'lasiz va bu mana shu sun'iy intellektdan sun'iy intellektga ko'prik sirini ochilgani bo'ladi. Bu juda ham ajoyib narsa. Va nihoyat 12-si. O'rtoqlar, videoni mana shu joyda sizlarga savolim bor. Video o'zi yoqyaptimi? Bu videodagi ma'lumotlar sizga foydali bo'lyaptimi? Agarda siz bilgan bundan-da muhimroq sir bo'lsa, iltimos mana shu kommentariyalarda yozib keting. Bizga ham, boshqalarga ham manfaatli, foydali bo'lsin. Va kimdadir qanaqadir taklifi bo'lsa, keyingi videolar uchun kommentariyada yozib ketsin. Inshaalloh keyingi videolarda eng dolzarb mavzuni olib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, biz davom etamiz. 12-sir loyiha menejeri rejimi. Misol uchun, siz ChatGPTga shunday yozing: Sen mening loyiha menejerimsan. 7 kunlik kontent reja tuz. Har kuni ssenariy, vizual va post vaqti bilan. U siz uchun jadval, topshiriqlar va g'oyalarni yaratadi. Siz faqat amalga oshirasiz. Bu haqiqiy 10x usuli deyiladi. Bugun sizlar bilan nimalarni o'rgandik? ChatGPT bilan to'g'ri fikrlash va rol berish, uni ekspert jamoasiga aylantirish, ish jarayonini avtomatlashtirish va eng muhim biz yetkazmoqchi bo'lgan tushuncha shu ediki, sun'iy intellekt hech qachon sizni o'rningizni bosa olmaydi. Aksincha, u sizni yanada yaxshiroq qilish uchun sizga yordamchi bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu fikrim to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Buni ham izohlarda yozib keting. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va bu videoni yaqinlaringiz bilan ulashib qo'ying. Sababi kimgadir foydali ma'lumot bo'lsa, biz xursand bo'lamiz, manfaatli bo'ladigan bo'lsa. Va bu kanalimizni kuzatishda davom eting. Sun'iy intellektga bog'liq bo'lgan ajoyib ma'lumotlarni aynan mana shu kanalda olasiz va birgalikda biz bilan kelajak tomon yurishni boshlaysiz.